Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilar, hurmatli aka-ukalar. Sog'-salomat yuribsizlarmi? Bugun mana akamiz Loyishdan kelgan akalarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imizni $5000 $4900 ga baholab, uzoq bir yil nasiya savdoga kelishib chiqarib berdik. Bosh to'loviga $1000 pul bilan. Sharoiti mana shunday bo'lyapti. Hozir oldindan bir so'm olmayman. Baraka puli shart emas deb aytdim. Olib borib Loyishga tekshiring. Mana kraskalari biz aytilganday bo'lsa, most korobkalari bizlar aytganday bo'lsa, ertasi kuni o'sha $1000 va'da qilgan pulingizni olib kelasiz deb va'da qilib baraka qilyapsiz, to'g'rimi? Mana. Salomat bo'ling, yaxshi kunga mininglar. Olib borib как положено tekshiring, sizga yoqsa ertaga $1000 ni olib kelasizlar. O'zi aslida bu kishini jo'ralarim mashina olyapti, u kishi men tushmayman videoga deyaptilar, shu jo'ralar bilan tushdik. Mana 2018-yilgi mashina. Zadnimoz korobkalar, ana shu odam oldi qochyapti. 2018 most korobka motorlari yaxshi. Metan gazlari bor. Diska balonlar yangi. Kraskalar bir 20-30% mayda chuyda bor. Bu yomon emas. Qiziqqanlar bo'lsa, manzilimiz Samarqand shahar, Sagdiyana yangi yo'lga kelib olaverasizlar. Hurmatli obunachilar, like, podpiska esdan chiqmasin. Labay.